Mana Kalugani Многофункциональный миграционный центр. Odam bo'linglar, odam ko'pligini. Mana Qiyinchiliklarni odam mana odamlar ja Samaradaqa ko'ppasu har qalay mana fevral martga ko'plik qiladi. Soat 4da kelganmiz kechasi. Mana odam Kalugada Balabanova degan joyda mashadan kirib odamlar to'planib mana dorozadan kirar ekan, maydamda kirib hammasi mashina ichida. Medosмотр ham shuni ichida, rengin ham shuni ichida, ekzamen ham shuni ichida, patent olish ham mana yonbosh bilan kirilar ekan. Hamma yerga bitta yerga jamlab qo'yibdi hammasini. Shu ekan mana migratsionni Kalugani. Ana odamlarni ko'rdinglarmi? O'chirtga turibdi. Sekin kirishyapti. Xudo xolasa bugun 12-mart patent qo'lga oldik biz sheriklar bilan va nihoyat endi hamma yo'q ishlar boshlanib ketadi, yurishib ketadi inshaalloh. 25-yilning 12-sanasida. Ana. Ko'rdinglarmi? Shu filmes ekan mana. U ketyapti, endiradi ketgan. Ana. Men kirib ketdim ichkariga. Shunaqa ekanda endi mana. Bu anaqa mayda bor, safarlagan bola bor. Bir yil 8 ming so'mga borib safarlagan bo'lgan.